Bugun chorshanba. Biz Turkiyaga ketish taraddudlari bilan charchab turmush o'rtog'im ikkalamiz soat 12 gacha uxlamiz o'zi ham. 12 da turib, 12 dan soat 2:30largacha kino ko'rdik. Ovqatlandik. Keyin yana ozgina uxlab olib, mana endi ko'chaga chiqyapmiz. To'g'rimi? Akşam oldu, biz daha yeni dışarı çıkıyoruz. Yağmur yağacak. Tapçıkamı tozalaş estan çıktı. Söylek. Sumu çıkar. Şu naryadga bunaqa Crocs. Türkiye'de daha iyisini bulabiliriz. Tam size, modeli. Aha. Evet, sakıntı sale bo'lyapti ekan. Kiramizmi? That t-shirt is nice. $59.000, hozir rasпродажада $29.000 bo'libdi. Try it. Take. Men o'zimga mana o'shim yoqdi. Giyib ko'raylik. Materiali yozgi. Aeroportga olaymikin-a? Qarasam bor ekan-a? Qarasi bog'ichli ekan, yoqmadi. O kadar küçük şey kim giyecek Allah aşkına? Ben et size ya. Bu nedir yani? Bizi husbandga Koreyadagi kiyimlarda kaltaligi, beli ochilib qolishi yoqmaydi mana. Deyam. Beli kaltada, prям kindigizi pastda turadi. Sal tushib turmaydi. O'shaning uchun yoqmaydi. Mana bunday tushib turish kerak bunga. Ashatgacha. Kiyib ko'radigan bo'ldim. Hadi qaytarib beramiz. Buraya bakmak istiyor musun? Oh, H&M'dagi narxlar. Sale. Wow. 7.900, 9.900. Soru soracağım. Öyle mi? Kelajakdan kelganlarga o'xshar ekan. Oo. Bu hava geliyor lan. Японский магазин. Sumkalarni qaranglar. 100% paxtadan ekan. Endi mana bizni qaranglar. Mini. Kichkintoy. Manimcha Koreyani bozorlarida, to есть magazinlarida sotiladigan narsalarning narxi O'zbekistondan arzon, lekin kачествоsi ancha yuqori.
yogi soda. That's for golf players, no? Soda flavor sea salt tablets. Naqa gazirovkani ta'mi keladigan dengiz tuzi qand tabletkalar ekan. Shakarsiz qandlar. Mana kichkinaligimizdagi snacklardan. Koreya, Yaponiya, Xitoyda mana shunaqa snacklar o'ta populyarni. Yog'li lekin yog' mana shu hammasi yog'da qovurib qo'yishadi. Menga вообще yoqmaydi. Shundan yegim kelib ketdi. Bu yoqda uyga jihozlar. Yostiq, o'ranchiq, hamma yo'q. Даже konteynerlari ham bor, mebellari ham bor kerak o'zi. Blanket, qalay, yopinchiqlar. Yostiqlar. Samolyotga men shunga o'xshagan narsa olib olishim kerak edi. For airplane. Обычный travel pillow menga yoqmayapti. Travel pillow değil mi? I know, but I'll buy this. Konteyner naqalar, krужкаlar, tumblerlar. Hokazo. Yaponiyaning ham narsalari качественный bo'ladi. Har xil konstavarlar. Mana bu yerda ham snacklar bor ekan. Aha. Bu yerda ham bor ekan. 좀 필요하실까요? 아니요? 무인양품 적립하세요? 아니요? 스피형 적립도 안 하실까요? 네. 저기서 넣어드릴게요. 식품은 따로 교환하면 불가능하세요. 네. 인증 드릴게요. 버려주세요. 드릴까요? 감사합니다. Au. Nima deyapti? Mit. Düştü bir de. From here? İkinci naqaga keldik. Торговый центr ikkinchisiga keldik. Ikkalasi yonma-yonda zdaniyalari. Birinchisidan chiqib hozir birinchisini faqat ikkita qavatini aylandik xolos. Qolgan qavatlariga uncha qiziqmadik, faqat sportivniy kiyimlar borligi uchun. Endi bu yoqni ham bir ko'rib ketamiz. Biz hozir Turkiyaga borgandan keyin ovga boramiz deyapti. Shuning uchun ov qilgan kiyim qaraymiz. Ov qilgani ham mana hozir o'zini kiyimi bo'lar ekan. Ha? Şöyle tam yere indireyim. Tak. Bana bak. Bak yerden yüksekliği böyle.
Ama ayak numarası 42. Şöyle bir telefon yeri var ama içinin plastiğini de göster. İçi böyle ince bir plastik. Çok şey değil. Membran mı değil mi emin değilim böyle dikişsiz. Granata gevşerken. Dead Row It. Rüksak. Ya. Buni ho'y topamiz. Oo. Aeroportda charchab qolsam, o'tirib olgani stulchik ekan. Oo. Chuvak. Kapanıyor. Şöyle böyle sağa çeviriyorsun. Ha şu. Bakacağım nasıl olduğunu biliyordum. Sağa çeviriyorsun, şu dişe oturuyor. Yüz. Korik. Şaftali. Şaftali bor edi. O'rgalayim. Ko'ksan shaftoli o'rganamiz. Let's go to self-checkout. Koreyada nima yeb yashaysilar deganlar uchun mana bu faqat magazinlardan bittasi. Bunaqa magazinlardan bu rayonda son sanoqsiz. Voy. Pripravalar. But cheese. This one is halal. Allah'ım. Buldum. Size bir sormak lazım boldu mu diye. Bolduysa gideriz. Yağ alış gerek yok. Oil. Take this. Oh yes. Not olive oil. Yoğan border. Yok. Makaronu. Mr. Membership, the last digits of
Sağ ol. Uzbek. Böyle. İçeride çay var mı? Şurada yaptık. They changed their. Buna ovqatimiz kirdi. Mol go'sht yeymiz biz. Shashlik. Choy, non. Yoqimli ishtaha. Mana bu yerda halol market. Halol marketdan o'zi go'sht, shunaqa narsalar olib chiqdik. Bularda svejiy go'sht sotadi. И yana mana har xil русскоговорящий телемагазин. Atrofda rosa o'zbek, rus, tojik magazinlari ko'p. Postsovetskiy davlatlarni makoni desa ham bo'ladi bu yerda o'zi. Karislar o'zaro naqa deyishadi? Russia Town deyishadi. Tipa Chinatown'da Russia Town'i, ya'ni postsovetskiy mamlakatlardagi odamlar yig'ilgan mahallalar. Shuni Koreya desam ishonasizlarmi hozir? Gullarni ham eng zo'r sifatlilari именно mana shu Russia Town'da sotadi. Sadanji. Chunki biz ayollarimiz gul sovg'a olishni yaxshi ko'rishadi. Mana yerim ham shu tom keladi doim gullarni katta. Oh my god. Salom krasоты. Umuman til bilmaganlar uchun hamda. Yana bitta gul magazin. Restoranlar va hokazo. Somsa kerakmi? Pirojki kerakmi? Non kerakmi? Hammasi bor. Mana yana restoran. Bu yoqda o'zi rosa ham restoranlar ko'p. Xullas shunaqa qilib mana bugungi kunimiz ham nihoyasiga yetdi. Ovqatlanib, o'rtoqlarimiz bilan ko'rishib, bozor qilib. Endi uyga qaytib ketyapmiz. Uyimizgacha где-то yarim soat yuramiz mashinada. Koreyani bu holatda ko'rish sizlarga qanaqa bo'ldi? Kommentariyada o'zlaringiz izohlaringizni yozib ketinglar. Va keyingi videoda qanaqa mavzuda video qo'yishimni xohlaysizlar, shu haqida ham izoh qoldirsalaring. Keyingi videolarda sizlar xohlagan mavzuda kontent tayyorlashga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat. Hammalaringga xayr. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hayır.